Shu davrda har bir kishi biror ishga mashg'ul bo'lishi lozim edi. Men ham pilla punktiga ishga kirdim. Shu punktda 2 yil ishladim. Biroq Qurama xalqidan yoru oshnolar ham bor edi. Meni Ohangaron rayoni Abliq degan joyga ko'chirib olib ketdilar. Bu 33-milodiy yillar edi. Mamlakatda ocharchilik bo'lib, odamlar tirikchilik uchun har tarafga o'zlarini urar edilar. Men ham shu sababdan Ohangaron rayoniga ko'chib kelishga majbur bo'ldim. Chunki u joyda ham xalq g'allakor edi. Tirikchilik oson bo'lar deb umid qildim. U yerda birovning hovlisida omonat turdim. G'alla ekish uchun hammaga plan berilar ekan. Men ham plan olib, g'alla ekishga qaror qildim. Oshnolar yordam qilib, g'alla ekishib berib, urug'lik bug'doyni ham qarzga olib berishdi. Shu bilan bug'doy pishib, bug'doyni o'rmoq uchun yana hashar qilib, bug'doyni o'rib, yanchib berdilar. Hukumatning planini to'ladim. Lekin bu joyda ham o'z jinsimdan mullolar menga dushmanlik qilib, meni qochqinchi deb qoralay boshlashdi. Xulosai kalom, bu yerda 2 yil turganimdan keyin mahalliy hukumat menga bu joydan keting dedi. Oxir majbur bo'lib shu joydan ko'chib Toshkentga qarashli Oqyo'l degan joyda bir kolxozga a'zo bo'lib kirdim. Bu joyda ham bir odamning hovlisida omonat turdim. Kolxozda paxtachilik brigadasi tabelchi bo'lib ishladim. 2-yil kolxoz raisi Qo'qonlik ekan, menga yordam qilib kolxozning oshxonasiga kassir vazifasiga qo'ydi. Bu vazifada 1 yil ishladim. Yana bu joyda ham mening o'z jinsimdan dushmanlar paydo bo'lib, bu ruhoniy mullo xorijiy davlatlarda yurgan deb qamatib yuborishdi. Shu bilan 3 yilga kesilib, qamalib ketdim. Sverdlovsk viloyatida mahbuslar lagerlarida qarag'ay kesish ishlarida ishladim. 1 yildan so'ng Tug'da degan shaharga olib ketishdi. U shaharda shipal zavodida ishladim. Bizning vazifamiz qarag'ay yog'ochidan poyezdlar tagiga qo'yiladigan shipalalar tayyorlash edi. Bu zavodda yaxshi ishlaganim uchun menga mukofot berishdi. Xulosai kalom shuki 3 yil muddat tamom bo'ldi. Bu yerdan qutulib, Qo'qon shahriga o'z yurtimga qaytib keldim. Chunki bola chaqam ham kolxozdan hisob-kitob qilib, Qo'qon shahriga kelgan ekanlar. Men shaharga kelganimdan so'ng yana ishlash kerak edi. Yog' zavodiga ishga kirdim. Bu zavodda 2 yil, 1941-yildan 1943-yilgacha ishladim. U davrda 2-jahon urushi bo'lib, urush ham oxiriga borib qolgan edi.